Assalomu alaykum. Mana bugun 29-oktyabr 2025-yil kech bo'lganda shu navbatdagi Aristonimizga keldik. Aristonimizni ham chayqab olib kirib oldik. Men necha marta tushuntiraman, Ariston so'zlagan bir xil uylar bor, chisti plotni gilamlari toza bo'ladi. O'shaning uchun imkon qadar tozalikka ahamiyat berib, lattalar bilan artib, tashqarida chayqaganda ham toza qilib, yangiday qilib olib kirish kerak. Mana shu yerdan yechib olganman Aristonni. Bir tomchi devorga suv tomizganim yo'q. Yerlarga bitta loy tomizganim yo'q. Ko'p videolarda ko'rib qolyapman, turgan joyda osonroq bo'lsin deb yechib olib, hamma joyda loy qilib, uy egasini ham ancha tashishga qo'yib ketaman. Unaqa qilish kerak emas. Toza akkuratni ishlanadi. Kontentimiz, mana tentlarimizni ham yuvib, mana bunday mana qo'rg'oshni o'tgan videoda aytdim. Mana shular yangi qo'yiladi. Chunki o'zini eskisi juda bir ahvolga kelib qolgan. Mana o'zini eskisi mana bunday yeyilib, shu ahvolga kelib qolgan. Nakib yig'ish xususiyatini yo'qotadi bu. Obratni klapi mana aka o'ziniki yaxshi ekan, bu ham 70 ming so'm turadi. Hamma joyda har xil turadi, sifatiga qarab. Uy egasiga to'g'risini aytib, o'zingizniki yaxshi ekan, demak 70 ming so'm minus bo'ladi deb aytib, tekshirib o'zinikini qo'yib berib ketamiz. Chunki buni olib tashlasak, isrof bo'ladi hozir. Musorga tashlasak. Mana endi teramiz. Xudo xolasa kuzatib borasizlar. Terib, osib, ishlatib berib ketamiz. Aristonimizni ham hech qancha vaqt o'tmasdan chiroyli qilib osib berib, suvlarini mana issiq suv, sovuq suv. Ichiga suv to'lmasdan mana buni yoqish umuman mumkin emas. Shuni esda tutasizlar alohida. Ichiga suvni to'ldirib, havosini chiqarib, keyin yoqiladi. Mana avtomatlarni tekshirib berdik, ishlayapti, yonyapti. Hamisha mana 3-skoroskda ko'proq ishlating. Maksimumga qo'yib ishlatmang, qaynatib. Aristonga ham nagruska, ichiga nakib yig'ishi ham ko'p bo'ladi. Ko'p qaynatib o'chiraverasiz. Aristonni stenasiga nagruska bo'ladi. Nakibni ko'proq yig'adi. O'shaning uchun 3-skoroskga qo'yib ishlataverasiz. Hamma joyni tekshirdik, hech qayerdan suv tommayapti. Testerlarda ko'rdik, hech qayerda tok pok yo'q. Mana suvlarda hech qanaqa tok pok yo'q. Hammasini tekshirib berib, bitta joyda dog' yo'q. Mana e'tibor qiling, yerlarda yo boshqada ishlagan joyimizda bir joyda dog' qilganmiz yo'q. Narsalarni mana instrumentlarga yig'ib, xudo xolasa keyingi Ariston tomon yo'l olamiz. Bitta laykni bosib qo'yasiz.